bera oladi. Chunki shaxsan o'zimni tajribamda bo'lgan 90 ming, 100 ming kilometr faqat metanni o'zida yurgan mana shu avtomobil. 92 da bemalol yura olasiz. Benzinga javnoga kaprizni emas bu. Yukxonamiz 400 litr hajmga ega bo'lgan, bagajnikimiz bor. Buni siz bemalol mazza qilib orqa sidenalarini yotqizib olsangiz, yukxonalarni ochib qo'yib, atmosferaga qarab yotsangiz, voy, panorama tomlarni ochib qo'yib, mana bu farasi xuddi Lamborghini Urusskiga o'xshaydi. Chiroyligini qaranglar, qanaqa darajada solidniy ishlanganda. Mana shu farasiga men juda ham kompot bo'lganman-da. Ko'pchilikni aqlini ozdirib yuboradi. Orqasida ham mana ko'rishingiz mumkin, parktroniklari bor. Puli arzon bo'ldi degani, ko'p narsasi chopilib ketdi degani emas, aka. Bu juda ham ko'pchiliklar aytishyapti-da. O'zbekistonda ishlab chiqarilyapti, bo'ldi, uxladi. O'zbekistonda ishlab chiqarilyapti, sifati tushib ketadi. O'zbekistonda ishlab chiqarilyapti, bo'ldi, mashina musor bo'lib chiqadi. Ichidagi hamma narsasini yechib olasizlar deb aytishyapti-da. O nima, o'zbeklar shunaqa yomonmi? Qo'lida nima ishlasa kelmaydimi o'zbeklarni devorgin keladi. Qanaqa qilib biz o'zimiz kuchliligimizni ko'rsatishi o'rniga biz qaytaga o'zimiz yerga uramiz. Shunisiga tushunmayman. Keling mana, O'zbekistonlik o'zbeklarning qo'lidan hech narsa kelmaydi deb o'ylayotgan ahmoqlar. Men bu zamonaviy ko'rinishga qaranglar endi. Bizning O'zbekistonimizda xuddi mana shunaqa avtomobilni 19-20 ming dollar atrofida taklif qilinyapti. Bo'ldi, eskilik sarxiti yo'qoldi. Yangi O'zbekiston, yangi texnologiya va rivojlanishlar davri. Biz o'zbeklar kerak bo'lsa dunyoni titratib o'ramiz. Mana buni boshlang'ich dasturini biz boshlab beramiz. Kattagina panorama tom, xuddi siz xohlagan Mercedes CLS'larda bo'lardi, adashmasam bunaqa sportivniy o'rindiqlar 200 midi, 300 midi va hokazo. Qaranglar, qanaqa kojasini, sifatini qaranglar buni. Qattiq qanaqadir mягкий nimadir emas-da. Juda ham bir zo'rda sifatlarni ushlab ko'rsanglar, kачествосini bilasizlar. Juda ham chiroyli. Mana buni qaranglar. Aka, sizni uyingizdagi televizoringizdan katta-da bu displey. Bu kamida 30 ming dollar qilib soqqa ishlasak bo'lar ekan. Har bittasidan bitta pochkadan qolsa ham, tasavvur qilinglar, 100 ta mashina sotsa qancha bo'ladi? 1000 ta mashinadan 10 ming dollardan qolsa